Audio ertak. Ertak bolalarni yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Ertakni Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva o'qidi. Dono qiz. Qadim zamonda bir podshoh o'tgan ekan. Kunlardan bir kun podshoh o'z eliga ikkita savol beribdi. Shirindan shirin nima? Achchiqdan achchiq nima? Podshoh bu savolni yechish uchun odamlarga 40 kun muhlat beribdi. Agar hech kim savolni yecha olmasa, yurtga qirg'in solaman, debdi. Bu savolga hech kim to'g'ri javob topa olmabdi. Podshoh zulmidan qo'rqqan xalq boshqa tomonlarga qarab qochib keta boshlabdi. Shu mamlakatda bir kambag'al chol qizi bilan hayot kechirar ekan. Ko'chadagi shovqinlarni eshitib, qiz tashqariga chiqib qarasa, odamlar to'p-to'p bo'lib qochib ketyapti ekan. Qiz ulardan nima sababdan qochayotganliklarini so'rabdi. Shunda qochayotganlardan biri shunday debdi. Podshoh butun xalqqa savol bergan. Savolni yechish uchun 40 kun muhlat qo'ygan. Agarda hech kim yecha olmasa, yurtga qirg'in soladi. Shunda qiz otasini chaqirib unga, "Otajon, siz podshoning oldiga borib, savolini yeching va yurtni zulmdan qutqaring. Birinchi savolga shirindan shirin bola shirin. Ikkinchi savolga achchiqdan achchiq o'lim achchiq deng", debdi. Chol podshoning oldiga borib, savoliga javob beribdi. Podshoh choldan kim aytganini so'rabdi. Chol o'z qizining aytganini ma'lum qilibdi. Podshoh qizning aqlligiga qoyil qolibdi va 40 kecha-yu 40 kunduz to'yi tomosha berib, qizga uylanibdi. Kunlarning birida podshoh ovga ketibdi. Darvozaning oldida odamlarning janjallashayotgan tovushini qizning qulog'iga eshitilibdi. Qiz qarasa, ikkita qo'ychivon mojaro qilib turgan ekan. Shunda qiz ulardan janjalning sababini so'rabdi. Har ikkisining ham 2 qat qo'yi bor ekan. Kechqurun bittasining qo'yi tug'ib, ikkinchisining qo'yi tagiga yotib olibdi. Qiz ikkovining mojarosini to'xtatib turganda, podshoh kelib qolibdi. Xotinining ko'chaga chiqib turganini ko'rib, g'azablanibdi va saroydan xohlagan narsasini olib, otasining oldiga jo'nashini aytibdi. Shunda qiz ketmasdan turib podshoh bilan oxirgi marta o'tirish qilib, ziyofat berishini so'rabdi. Podshoh rozi bo'libdi. Qiz xilma-xil nozu ne'matlarni podshoning oldiga qo'yib, rosa ichiribdi. Shunda podshoh mast bo'lib yotib qolibdi. Qiz soyabon aravaga podshoni yotqizib, aravakashga bozorlarni aylantirib yurishni aytibdi. Bir vaqt podshoh ko'zini ochib qarasa, xotini bilan aravada bozorlarni aylanib yurgan emish. Shunda podshoh xotinidan so'rabdi. "Nima uchun meni bunday qilib olib yuribsan?" deb so'rasa, u shunday debdi. "Ey podshohim, o'zingiz uydan xohlagan narsangni olib otangnikiga ket dedingiz-ku. Uy ichidan xohlaganim siz edingiz. Endi uyga olib ketyapman", debdi. Podshoh qizning donoligiga, aqlligiga qoyil qolib, u bilan yana turmush kechiraveribdi.